Bir vaqtlar mana shu Captiva'lar 30 ming, 35 ming dollarga odamlar talashib, tortishib, yalinib olishardi. Mana hozir Gentra'ni puliga tushib qoldi. Eng qizig'i do'stlar, Captiva'miz top-toza 4-pozitsiya bu. 4-pozitsiya eng fuli boyagi luki bor, xullas hamma narsasi bor pozitsiyasidan. Yili 2017-yil bo'ladi. Kraskalar 100% toza, egalaridan nima deyman, hali bozor ko'rmagan Captiva deyiladi-yu. Xuddi shunaqasidan umuman xarajati yo'q ekan. Obunachilaringizga ko'rsating, shu dehqon olib minaman deganlar olsin, olib sotorlarga ketib qolmasin degan maqsadda menga kelishdi. Mana hozir qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz, ichki holati, tashqi holati. Sizlardan albatta layklar so'rab qolamiz. To'liq ma'lumotlar uchun pastda nomerlar qoldiramiz. Narxi вообще shokolad narxda. Bosib boradigan joyi. Videoni oxirida aytamiz. Captiva baribir Captiva do'stlar, O'zbekistonda legenda desak ham bo'ladi, crossover. Bu mashinani olsangiz, boyagi Xitoy, hozirgi Changchun degan nomlarni unutasiz. Mashinamiz 2017-yil ishlab chiqarilgan, 4-pozitsiya bo'ladi. Kraskalar 100% toza deb aytdik. Mana bunaqangi paroklari ham bor ekan. Orqa ko'rinishlarini ko'radigan bo'lsak, o'zini zavodskiy holatida. Parktroniklar. Eng qiziq joyini ko'rsataman do'stlar, buni orqasida. Shunda ochasiz. Gaz balon yo'q-ku deganlarga gaz balon bor. Ikkita gaz balonni mana shu joyga joylashtirgan 65 talikda. Qancha yuradi 65 ta bilan? Maydaga 250. 250 o'rtacha probeg yurib berar ekan. Xo'p, bu orqasidan ko'rmaydi. Mana ustlarini обшивка qilib cho'tka qilib qo'yishgan. Holati zo'r ekan lekin. Do'stlar, ichki saloniga keladigan bo'lsak, keng qani? Xo'p, buni shundoqqina tushirsak, mana tushishi ham juda ham sodda ekan. Mana bu yoqda gaz balonlari joylashtirilgan. Buni qaytarib, ko'tarib qo'yaverasiz. Tayyor. Orqada 3 kishini bemalol taksi qilsangiz ham bo'ladi. Bu shunaqangi mashinaki, metan tayyor. Xo'p, oldi qismiga o'tadigan bo'lsak, salonlar ko'rishimiz mumkin. Akkuratni holati, o'zini zavodskiy holatida, avtomat. Sidena podogriflari bor ekan. Yurgan probegga keladigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. Konditsionerlar ham ishlab ketdi muzdoqni. Qancha edi? 116.500 yurgan ekan, mana ko'rishimiz mumkin. Realni o'zini halol probegi. Motor qismiga keladigan bo'lsak, haqiqiy o'zbekona ishlab chiqarilgan 2.4 motorda turibdi, EcoTech. Bu motor do'stlar Gentra'dan ham ekonomichni. Ya'ni 10 ta 12 ta yeydi ekan. Xo'p, endi qancha bosishga qarab, shunga qarab ko'payib ketaveradi, lekin Gentra'dan kam rasxoti bor deyishdi egalari. 2.4 motor hozirgi kunda 2025-yilda ham надежный motorlardan hisoblanadi. Chunki ekonomichniy, atmosferniy, gazga moslashgan motorlardan hisoblanadi. Xo'p, xarajati yo'q. Hamma narsasi ishlab turibdi. Mana bunaqangi setkalar qo'yishgan, ya'ni hozir issiqda chivin, puvin, har xil pashshalar ichiga kirib ketib, radiator to'ldirib tashlamaslik uchun. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonni ham bitta ko'rsatib qo'ying. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Bu sezonga bemalol yetadi. Balonimiz 235 ga 60R19 ekan. Holati ham yaxshi. Xo'p, do'stlar, eng qiziq joyga keldik. Bu mashinalarni boyagi Xitoyning mashinasida akkuratni yopish kerak. Bunda bemalol qarsillatib yopsangiz ham baribir o'zbekcha chiqarilgan. Mana bu yerlarga ham bemalol sakrab, to'y-po'ylarga ham bosadigan mashinani sizlarga ko'rsataman. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi deb o'ylayman. Narxini ayt, narxini deyotganlarga narx vashi shokolad. Egasi 17,5, 18 deyotganda, to'xtang dedim. Kelishtirib bermasangiz bo'lmaydi. Biz podpischilarga ras sotadigan bo'lsangiz, kelishtirib ayting degandim. Xullas, talashib, tortishib, u yoq qildik, bu yoq qildik. 16.900 ga xudo xolasa sizlarga gaplashib qo'ydim. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqamiz. Mashina srochni sotiladi, egalariga pul zarur. Endi boya gap bor-ku, yana ham ustida tortishsangiz, balkim yana 1-2 so'm o'tib berar. Qolgani o'zlaringizdan realni olaman deganlar aloqaga chiqsin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like deb bosib qo'ying. Menimcha Captiva ideal holatda bosib boradigan joy. Sog' bo'ling.